Agar bugun telefoningiz buzilsa, hayotingizda nima yo'qoladi? Telegrammi? Bank kartasimi? Yoki shaxsiy rasmlaringizmi? Bugun siz bilan kiberxavfsizlik aslida nima ekanligini bilib olamiz. Assalomu alaykum. Bu John Cyber kanali. Siz kiberxavfsizlikni noldan o'rganish kursidasiz. Bu kurs kiberxavfsizlikni endi boshlayotganlar uchun o'zbek tilida va asosiysi bepul va faqat qonuniy bilimlar asosida olinadi. Bugungi birinchi darsimiz biz kiberxavfsizlik nima uchun muhim, hacker turlari, ethical hacker nimaligini ko'rib chiqamiz. Kiberxavfsizlik nima? Kiberxavfsizlik bu kompyuterlar, tarmoqlar, serverlar, telefonlar va ma'lumotlarni hujumdan himoya qiluvchi soha. Oddiy qilib aytganda, telefoningizni buzib kirishmasligi, bank kartangizdan pul o'g'irlashmasligi, Instagram akkauntingiz yo'qolmasligi, bularning barchasi kiberxavfsizlik bilan bog'liq. Kiberxavfsizlik nima uchun muhim? Hozir hamma narsa internetda bo'lganligi sababli, masalan, pul, shaxsiy ma'lumot, ish, hattoki ta'lim ham. Agar xavfsiz bo'lmasa, bitta link orqali akkauntingizni yo'qoladi, bitta virus orqali kompyuteringiz ishdan chiqadi, bitta xato harakatingiz orqali pulingizdan o'marishadi. Shuning uchun kiberxavfsizlik bu kelajak kasbi hisoblanadi. Hacker kim? Gollywood kinolarini ko'rganimiz sababli ko'pchilik hakkerlarni jinoyatchi deb o'ylashadi. Lekin bu noto'g'ri. Aslida hakkerlar 3 turga bo'linadi. Birinchisi red hat hacker, oq shapkali hacker. Bu yaxshi niyatli, kompaniyalar uchun ishlaydigan, xatoni topib beradigan va asosiysi qonuniy ishlaydigan hacker. Ikkinchisi black hat hacker, qora shapkali hacker. Bu xuddi siz o'ylagandek jinoyatchi, o'g'irlik qiladi, buzadi, shantajlik qiladi va qonunga zid harakatlar qiladi. Uchinchisi grey hat hacker. Bu o'rtacha, ya'ni black hat hacker ham bo'lishi mumkin, red hat hacker ham bo'lishi mumkin. Ruxsatsiz tekshirishi mumkin. Ba'zida foydali, ba'zida yo'q. Ethical hacker nima? Ethical hacker bu ruxsat bilan tizimlarni tekshirish va ularni himoyasini kuchaytirish. Ethical hackerlar qayerda ishlashadi? Bular banklarda, IT kompaniyalarida va davlat tizimlarini himoya qilish uchun ishlashadi. Bu kurs black hat hacker emas, noqonuniy emas, faqat ethical yo'li bilan, ya'ni axloq bilan ish tutadigan hacker. Bugun siz bilan bilib oldik kiberxavfsizlik nima ekanligini, nima uchun muhimligini va hacker turlarini, ethical hacking tushunchasini ega bo'ldik. Agar siz IT sohasida kelajakni xohlasangiz, o'zingiz va yaqinlaringizni himoya qilmoqchi bo'lsangiz, bu kurs aynan siz uchun. Keyingi darsda kompyuter qanday ishlaydi, CPU, RAM va OS nimaligini tushuntiramiz. Videoni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Like bosing va uzoqlarda o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa qoldiring. Ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan John Cyber bo'ldi.